Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Mana qulupnaylarimiz yana bugun uzilmoqda. Uzilish jarayoni qizg'in ketyapti. Charchamayapsizlarmi? Ha, belni og'ritadi. Bahodirjon yaxshimi? Yaxshi. Ha, Ibrohim buva. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Qulupnaylar qalay ketyapti? Zo'r, yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Ana endi quyoshli kunlarga yetib kelib qoldik-a, xudo xolasa. Alhamdulillah. Tamlari qanaqa tami? Yeb ko'ryapsizmi o'zingiz? Ha, maydasini yeyapti, maydasini yeyapti, chirigini yeyapti. Chirigi achchiqroq bo'lib qolibdi. Chirigi ham chiqyaptimi? Ha, tekda yomg'ir yegani chiqyapti. Ha, tomchining tagida qolgan, ha? Ha, yaxshi mana. Mana qulupnaylarimiz. Tomchi yegan-da. Ha, shu tomondan. Qani? Ha, tomchining tagida qolib ketgan ekan. Bu aniq bu. Bu kasallik emas. Endi quyoshli kun bo'ldi, shuni qoladi, xolos. Xudo xolasa. Qiziquvchilar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshimi axir? Holati sizga yoqyapti? Zo'r aka. Qulupnaylar zo'r. Ko'z tegmasin. Yegan odam duo qilib yesa aytib qo'ying. Ha. Eshityapsiz-a mana xaridorlarimizning gapini. Mana shu qatorlarga egalar terib ketyapti oladigan odamlar. Mana. Ko'rishingiz mumkin holatini. Ta'mini o'zlari yeb ko'rib olib ketishyapti mana. Xaridorlarni talabiga juda ham javob beryapti, deyishyapti. O'sha Misrda qulupnay arzon bo'lsa ham uni olishmay biznikini olishyapti-yu mana. Shu qatorlarga terib ketishyapti. Mana xudo xolasa uzib kelinyapti. Ha, Ibrohim buva, charchamadingizmi? Mana xudo xolasa bu tomonda ham tahlayaptilar. Yaxshi. Ko'z tegmasin qulupnaylarimiz. Ko'payyapti miqdori, shakli, sifati juda ham yaxshi inshaalloh. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar. Like, podpisatsiya tugmalarini bosib kanalimiz rivoji uchun hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.